Sizga ham chaqalog'ingiz bormi? Bo'lmasa bu videoni o'zingizga saqlab olib, like bosib, tanishlaringizga yuborib qo'ying, foydali bo'ladi. Meni farzandim 5,5 oyligidan shu 3 ta sabzavotni birinchi qo'shimcha tarzida kirgizdim. Bir dona sabzi, bir dona kabachok va bir dona brokoli kerak bo'ladi. Yaxshilab ustiga po'stloqlarni olib, brokolini ham o'zigini olib, ajratib olgan brokolilaringlarni tog'orachaga suv solib 15-20 minut albatta shunaqa bo'ktirib qo'yinglar. Har xil ichidagi kerak emas musurlari chiqib ketishi uchun. Nima uchun aynan shu 3 ta sabzavotni tanlaganim? Sababi bu sabzavotlar eng yengil hazm bo'ladigan va allergiya chaqirish darajasi juda ham past bo'lgan uchun shu sabzavotlarni tanladim. Ich qotishiga ham juda ham yaxshi. Chunki yengil narsa boshlaganingizda bolaga doim ich qotish bezovta qiladi. Bu sabzavotlar bo'lsa, nabarot ichni yaxshi yurg'izib beradi. Ayniqsa brokoli temir moddasiga boy, C vitaminga boy va kalsiyga ham boy. Hozirgi paytda 6 oylikdan ayni muddo. Sababi suyaklarining mustahkamligi juda ham kerak. Chunki bola tizzasida уже emaklashni boshlayotgan bo'ladi. Videoda ko'rib turganingizdek qilib shunaqa tayyor qilib qo'yaman deb muzxonaga solib qo'yaman. Har kuni pishirib, blenderda yaxshilab pyure darajasiga keltirib bolajonimga beraman. Har kuni 6 oylik farzandimga nimalar beryaptimiz to'g'risini qo'yib boraman. Kuzatib boring, menga obuna bo'ling va bu videoni chaqalog'i bor tanishingizga yuborib qo'ying. Meni sahifam nafaqat yosh onalar uchun, har bir ayol uchun juda ham foydali blog.